Mamlakatimizda biologik xilma-xillikni saqlash va tabiiy suv havzalarida baliq zaxiralarini muhofaza qilishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil olib borilmoqda. Ayniqsa har yili may oyida baliqlarning ko'pchiligi urug' qo'yish faolligiga kiradi. Bu davrda ular sun'iy yoki tabiiy muhitda ko'payish uchun havza tubiga yig'iladi. Shu bois ushbu mavsumda ovlash taqiqlangan yoki cheklangan bo'ladi. Bunday paytda Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumanidagi Tuyabog'iz suv omborida Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi davlat ekologik nazorat inspeksiyasi hamda Golden Fish Group mas'uliyati cheklangan jamiyati qo'riqlash xizmati tomonidan o'tkazilgan reyd tadbirlari muhim ahamiyatga ega. Joriy yilning 8-may kuni Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Toshkent dengizining Tuyabog'iz suv omborida Ekologiya vazirligi va hududiy bo'linmalari, Milliy gvardiya xizmatchilari va Golden Fish Group MCJ mas'uliyat cheklangan jamiyat xodimlari bilan hamkorlikda Tuyabog'iz suv omborida navbatdagi nazorat reyd tadbiri olib borildi. Ushbu reyd tadbiri hozirgi kunda baliqlarning ovlanishi taqiqlangan mavsum hisoblanganligi sababli noqonuniy baliq ovlanishi bo'yicha olib borildi. Tadbir davomida bir nechta huquqbuzarlar aniqlanib, ushbu huquqbuzarlarga tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga to'plangan hujjatlar yuborildi. Olib qo'yilgan mahsulotlar ashyoviy dalil sifatida Toshkent viloyat ekologiya boshqarmasi xodimlari tomonidan vaqtinchalik saqlash maydonchasiga joylashtirildi. Shuningdek, reyd davomida uzunligi 4000 metrdan ziyod bo'lgan egasiz to'rlar yig'ib olingan. Bu kabi to'rlar nafaqat katta miqdorda baliqlarni noqonuniy ovlashga xizmat qiladi, balki suv muhitidagi boshqa jonzotlar uchun ham halokatli xavf tug'diradi. Ushbu tadbirlar Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori ijrosini ta'minlash doirasida noqonuniy ovlashga qarshi qat'iy chora sifatida amalga oshirilmoqda. Maqsad suv havzalarida biologik muvozanatni saqlash, kelajak avlodga sog'lom va zaxirali tabiatni yetkazishdan iborat.